Times'ni, New York Times tutmaslik kerak. U kelibsa Watergate ishini uyushtirgan, Watergate ishini ko'targan gazeta hisoblanadi. AQShdagi establishmentga eng yaqin guruhlar, ya'ni New York Times, Washington Post, bularning hammasi o'ziga yarasha juda katta elita bilan bog'langan. Ya'ni ularga shunchaki ma'lumot chiqib ketmaydi. Bundan manfaatdor bo'lishadi-da, ya'ni bu masalada. Va Isroilni roziligi bilgan degan tushuncha ham o'zi aslida qaysidir ma'noda nisbiy, ya'ni ular bu holatda Isroil hayotda rozi bo'lmasdi agar rostdan ham sizlarsiz biz qilmoqchimiz degan, ya'ni ular shunchaki unga ma'lumot yetkazib turib tekshiruvni o'zlari boshlashga ehtimoli baland. Ya'ni bu yerda Isroilni roziligi bilan degan gap go'yoki Isroilni yuzini yo'qotmaslik uchun qilingan harakat deb baholashimiz mumkin. Chunki Isroil umuman uni manfaatlariga to'g'ri kelmaydi-ku, ya'ni Yaqin Sharqdagi ayniqsa o'zini ta'sir zonasi deb hisoblagan hududdagi holat bo'yicha AQShni o'zini mustaqil tekshirishi shuncha yillik, o'nlab yillik aloqalarga putur yetkazishi mumkin-ku. Va bu yerda hatto Trump ham endi u o'zini o'ylayotganini ko'rsatadi. Ya'ni u ham o'ziga yarasha siyosatchi bo'lish uchun avvalo o'zining manfaatlarini aniq ajratib olish kerak degan holatda kelib chiqyapti va bu ijobiy holat. Bu ikkinchidan bu tabiiy holat ham Farhod aka aytganlaridek, bu siyosatshunoslikda avvalo o'zini manfaatlarini birinchi o'rinda ko'riladi. Ya'ni mafkuradan ko'ra manfaat ustun hisoblanadi. Shuning uchun ham bu model bor-da, Westfal modeli shunga asoslanadi. Agar mafkura bo'lganda biz hali ham o'rtasilarda davom etayotgan bo'lishimiz mumkin edi-da. Va bu holatda har qanday Netanyahu yana yashashga harakat qilmasin, unga nisbatan aniq choralar qo'llash tarafdorlari ko'payib boryapti. Hatto JD Vance'ning borishi, nimaga Steve Witkoff va Jared Kushnerlarning o'sha yerga borishib bosim o'tkazyapti-da. Trump eng isrorparast prezident AQSh tarixidagi. Bundan ortiq prezident bo'ldi, lekin bu albatta eng oxirgisi bo'ladi isrorparastlik bo'yicha, lekin buni o'zini ham darajasi bor-da, ya'ni isrorparastlik xuddi shunday bo'layotgan. Ya'ni ikkinchidan u bo'lsa, u o'zini nomiga nima bo'lishini istamaydi, ya'ni u yakka hukmdor bo'lishni xohlaydi, ya'ni uni obro'sini tushishni xohlaydi. Lekin aynan uni davrida, ya'ni cho'qqi, har qanday cho'qqi aslida inqirozi boshlanishi hisoblanadi-ku. Ya'ni undan keyingi o'sish yo'q. Ya'ni Trampning davrini o'zida rostdan ham sekin-asta Isroil ta'siri pasayib boradi va Isroil ta'sirini pasaytirmaslik uchun Isroilning o'ziga bosimlar kuchayadi Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan. Ya'ni bu holatda, ya'ni hozirgi harakatlar bu ratsional harakatlar, ya'ni Isroilni saqlab qolish uchun qilinayotgan harakatlarda